Söylüş arafasıdır. Ha, da Kırgız bir tane. Aytın hadi. Almak. Ana. Ana. Alın kartını merak et. Sen yaxşı mısın? Omar. Mehmonlar ishton tomonidan kelishyapti. Hamma bizda tayyor. Tayyorgarlik ishlari avjida. Ommaviy axborot vositalari xodimlari ham har doimgidek shay holatda. Rishtondan siyosiy namoyandalari kelishyapti. Hokimiyat vakillari kelishyapti. Ey sen. Altınbek aka. Sen. O mana Prevaldan tushib kelishyapti. Qanami? O rahmat, iloyim hamma safarlar ro'shavat ekan. Ha git git. Shohid, primoy biras. Mana xodimoy televideniya ham doim Assalomu alaykum. xizmatga tayyor. Shua xira hamiqiy pedagogistya kimedona, xiragilik parolay gunto. Rahmat doktor Badalay. Hamma murak shava. Hamma o'tumma salom. Mana tadbiri primo efirako. O hamma murak shava. Mana injama. Mana aku sarvaram. A'zoyi komissiya delimitatsiya va demarkatsiya fikrdan chiqaylar ko'sa mana kamroz fikr. Fikr ana diso diyeto fikr alo na. Hayajon bidagi bilanda. Hayajon. Komroli fikrdan chiqishmi? Mana siyosiy davlatimi prezidentimi, ha? Prezidentim var ama prezident Kırgızistan var ama o zaman nazmışlar kula kulasa. Üstügarımı abadmışlar. Xudo xoh. Mana ku kamolda shimo cham vaqtda fag'ona mundagira mahkamshida. O'z hayot dilini chiqaygu hayajon haymi chiqayl tasavvur. Na'zmi? Mana didore do'ston. Mana mehmonlar az Qirg'iziston. Tarafı Lembran xudo xoh sho'ma. Xudo xoh. Maya xudo shu tarafga shu tarafga Qirg'iziston. Ayokdan oli Subhanova. Omadmi? Mana mehmoni omadan. Mana mehmoni omadan. Kelganga oqsoqolga bu o'rgatandi. So'zim bitar. Yanda sizlar ortimizdan kelib o'tamoqchi. To'g'ri tushunmay tasib aytib bering. Mana Jahongirjon. Kormandi TVSU. Admin Kishvaruz. Ha, primoy mana Farod aka. Qanday mana ko'ngilda? Primo efir. Qo'yar aka. Bir og'iz gapirsangiz kerak endi. Albatta. Bayram ku bayram. Shu hal gapiramiz. Xudo xolasa. Yaxshi intervyu beramiz. Jahongirjon darboli tadbir ham ro'za. Yaqin am muxbir sarkini. تدبیر این سفر باوری مردم خیلی مستحکم است در از چشمان آنها حس کردن ممکن من رهبران ولایت اینجا آمدن ولایت بادغان و ولایت فرغانه و
و دلاساهای پشمو رو شده می شود بعد پشمو میرسونیم ناگهانی خدا خواهد خدا خواهد. Ana mehmonlar olmadan hokim vilayetim olmadan. Telefonu sıfataş pas mı seriya? Ana muhtarafı Kırgızistan'a gidiştim zer. Primoy ketyapti. Azbek qalisiz? Mana Azbek. Qalay tasavvurot? Anvarjon aka. Yaxshimisiz akajon? So'xliklar. Bugun mana Rishton So'x yo'li ochilyapti. Xudo xolasa, mana hozir biz Rishtondagi Rishton chegara postini ochilishda qatnashib, mana So'xga yetib keldik. Qirg'iziston Botken hududidan. Kayfiyat qanaqa kayfiyat? Kayfiyat zo'r. Rishtonliklarda ham kayfiyati zo'r. Hammaga salom. Sog' bo'ling, xush kelibsiz akajon So'xga. Zumrud aka, eslomamiz yaxshimisiz? Ana Qirg'iziston va O'zbekiston vakillari Qirg'iziston tomonidan uchrashyapti hozir. YouTube'da esirib pasport nima pasportdan qo'ydimi? Yashil pasportdan. Gubernator qaysi? Salom alaykum qilmabmiz. Xudo xolasa aka. Ha, shuni kutib turibdi. Irra yagimir be xudo xohat. Mana hokimiyati Farg'ona rahbar hukumati bexatiri Qirg'iziston Rossiyada olmadan Rasmlar ko'p. Esdalik. Har kuni kelib yot. Postga. Bizga ham qaranglar endi. Bo'ldi. To'xtang. Sizga Salom alaykum. Cofarto. A cofarto me çık diyor. A cofarto me çık cinci. Çıkmamış mı? O. Kanavayat. Tez. Ya, kelish olaylik.
Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va vatandoshlar. Bizning mehmondo'st So'x tumanimizga xush kelibsiz. Barchangiz bilan bugungi baxtli kunda ikki davlatlar o'rtasidagi do'stlik munosabatlarini yanada mustahkamlash maqsadida yig'ilib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Salomatsizlar bu hurmatli qo'noqlar. Janob mekendeshlar. Bizning mehmondo'st yana So'x elini xush kelingizlar deymiz. Bugungi baxtli kunda ikki mamlakatning do'stlik muomalalarini yaxshilashtiruv joyida ko'rishganimizga barchamiz baxtlibiz. Daha bir jolu xush keldingizlar deymiz. O'zbekiston jana Qirg'izistondan do'stlik muomalalari tupalik bo'lsin. Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые друзья. Добро пожаловать в гостеприимный Рус-Сухский район. Мы рады приветствовать вас на этот знаменательный и исторический день. День открытия границ между двумя братскими странами. Мы благодарим президентам обеих республик. Еще раз. سروران این دو دولت یکی همزبان و همخون و همدلند. امروز یک مردی و وطن را با هم دوست گرداندند. خوش آمدید. رحمت. بدون تاریخی واقعا Arkadaşlar.
Ziyon bo'lmaymiz. Kimmi? Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, aziz vatandoshlar. Bugun musulmon diyorida Navro'zi olamini nishonlayotgan paytda bayram ustiga bayram, to'y ustiga to'y. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qirg'iziston Respublikasi Prezidentining olib borayotgan odilona, oqilona siyosat tufayli bir daryoni ikki qirg'oqda joylashgan ikkita xalqning do'stligi yana mustahkamlanmoqda. Yo'llar ochilyapti. Shuning uchun hurmat bilan so'zni davramizni ochib berish uchun viloyatimiz hokimi, senat a'zosi Bozorov Xayrullo Hayitboyevga beraman. Avvalambor haqiqatda bugun juda ham tarixiy san'at, tarixiy kun. Ikki davlat, mana shu ikki qo'shni mamlakatlar birdan bir joy bo'lib, azaldan qarindosh urug' bo'lib, do'st birodar bo'lib, xudovanda bo'lib, juda ham ahillik, ittifoqda yashab kelgan mana shu azaliy mana shu qardoshlik aloqalarimizni bugun yana bir tantanasi, yana bir namunasi bugun amalga oshiryapti desak to'g'ri bo'ladi. Sababiki uzoq yillardan beri ushbu masala bugungi mana shu yo'limizni ochilishi, So'x tumaniga shu Rishton orqali Qadamjoy tumani, Qirg'iziston Respublikasi Batken viloyati Qadamjoy tumani orqali yo'lni ochilish masalasi qariyb 10 yildan beri ikkita tomon xalqlarni ko'p tilak, juda ko'p murojaatlar bo'lib kelayotganligi hammamiz juda yaxshi bilamiz. Bilasizlar, bugungi tarixiy kunni yaqinlashtirish eng asosiy sababchilar albatta mana shu ikki davlatning prezidentlari, hurmatli Shavkat Mirziyoyev, Zoda Nurxonjoyevich Japarov bilan mana shu haqiqiy mana shu Toshkent shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlardagi erishilgan mana shu kelishuvlarni tez va qisqa muddatdagi bugun ijrosini siz bilan biz guvoh bo'lib turibmiz. Mana shu ikkita xalq, ikkita qo'shni birodar xalqi azaliy mana shu 10 yildan beri davom etayotgan mana shu murojaatlarda bugun mana natijasi, bugun tantanasi. Albatta bu ham o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Ko'p yillar bunga harakat bo'lgan, ko'p yillar demak bunga muzokaralar bo'lgan, lekin bilasizlarmi mana shu ikkita davlat rahbarimizni siyosiy qat'iy irodasi tufayli bugun mana shu yo'l ochilyapti va bugun mana shu ochilish marosimida ko'ryapmiz. Butun o'zbek xalqi ham O'zbekiston mana hududda yashayotgan ko'p millatli xalqimiz ham Qirg'iziston Respublikasi Batken viloyati hududida yashayotgan xalqlarimiz ham undan juda ham bag'oyat xursandchiliklarni o'z so'zlarida ham, ko'zlarida ham bugun ifoda etishyapti. Albatta bu yo'llarning ochilishi nafaqat mana shu qarindosh urug'chilik, birodarchilik, do'stligimizni rivojlanishi, qolaversa bu iqtisodiy aloqalarimiz mustahkamlanishi, ertaga mana shu bozorlarning rivojlanishi, savdo-sotiqning rivojlanishi, ishlab chiqarish korxonalarining demak yangi paydo bo'lishi albatta mana shu ikki viloyat, ikki davlat xalqlari manfaatiga xizmat qiladigan yo'l bo'ladi, xudo xolasa. Albatta buni eng katta yutgani mana shu ikki chegaradosh hududda yashayotgan xalqimiz bo'ladi. O'ylaymanki, mana shu ochilayotgan bu yo'llar bugun hamma aloqalarimizga juda ham katta, bizga Turkiya juda ham katta ko'mak bo'ladi va mana shu oldimizga prezidentlarimizni mana shu Toshkent shahrida uchrashuvda oldimizga qo'ygan katta vazifalarni demak amalga oshirish uchun juda ham bir katta imkoniyatlar demak yaratadi. Qirg'iziston bizni Farg'ona viloyati eng yaqin savdo hamkori hisoblanadi. Mana 118 million o'tgan yil bo'lgan bo'lsa, bu yil mana Umrbek Saqich bilan kelishganimiz 200 millionga yetkazish. 2 yil ichida ikki tomonlama ochilgan qo'shma korxonalar sonini 2 barobarga oshirish. Albatta buni tagida manfaatida mana shu xalqimizni manfaati yotibdi. Ertaga iqtisodiyotimiz barqarorligi yotibdi. O'ylaymanki, prezident qo'ygan vazifani endi biz hozir mana yo'l yo'lakam juda ko'p fikrlashib gaplashib keldik. Katta ahil bo'lib
mana shu pastadagi mayda chuyda masalani o'zaro hamkorlikda kelishib, gaplashib, albatta mana shu Bakka viloyati bilan Farg'ona viloyatini o'zbek-qirg'iz munosabati o'rtasida eng namunali hududga aylantirishga biz sizlarga va'da beramiz va bunga qattiq harakat qilamiz. Yana bir bor bugungi tantana bayram muborak bo'lsin. Rahmat, hozir hurmat bilan so'zni Batkent viloyati Batkent viloyati hukumatining vakolatli vakili Umirbek saltanatli qurollar anqeli biz to'ylik qirg'iz eli bilan birga ushul yerda yashab kelganmiz, yashaymiz dag'i. O'sha uchun bugun bu pogranichniy chegara postlarining alinishi bu biz açık aytgan iki oblastning turg'unlari burunqiday bizning ota-onalar qanday qatnash bo'lsa, o'shanday qatman bo'lib turib yashashimiz kerak. O'shani bizdan qo'llaymiz, sizlar da qo'llaymiz. O'shaning uchun sizlarga ushul yerda cho'g'ilganlarning bariga cho'ng rahmat. Bizning iki ülkenin prezidentleri Taşkent'te jolukanda bizge iki gubernatorga uşunday çok meselelerdi koygan. İki tuğan el aybay жақсы yaşasın, ekonomikалық жақтан, siyasi жақтан, барлық жақтан sizler birbirine hizmetlaştılar. Bizim babalardan kalgan büt burunku tradisiyaların barını koldandılar. Madani yolu, siyasi yolu, барлық жағынан. Biz oşonda meselelerin barına bunundan da jolug'up süйлөштүк. Bugün günde buna ofitsialny jol menen geldik. Hayırlı qaytpay çököbüz. Көп нерсе süйлөштүк. Aldıda çoğ maksatlarımız var. Oşonun barını biz жақсы atkarabız. Kuday buyursa mına iki oblastın 50 dagı көй bardı. Kuday buyursa жақсы bolat. Oşon üçün men barыңарды құттықтап кетем. Ушундай маанайда бөлүккө жашашыбыз керек. Рахмат барыңар. Ömürbek İsakoviç katta rahmat. Bugün yaxshi tilaklar. Mana hozir Rishton ochilishini mana onlayn orqali ko'rdik. Bir shoir akamiz yozgan. Toza tilaklarga beshikdir dunyo. Och olsang jannatga eshikdir dunyo. Hofiz qidirgan qushug'dir dunyo. Sizlarga tilagim kamlik ko'rmangiz, siz ham bizni hech qachon g'amlik ko'rmangiz. Sog' salomat bo'ling. Hurmat bilan mana shu so'zni nurona oqsoqolimiz Tudajon aka Latifga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mehmonlar, hamshahrilar, mana bugun bizni So'q tumanimizga bir o'zgacha bahor kirib kelmoqda. Qo'shaloq bayramlar bilan, xursandchiliklar bilan mana bugun ikki davlat rahbarlarining oqilona siyosatlari natijasida yana bitta o'tish punkti xalqimizning xizmatiga eshiklarni ochmoqda. Bu albatta bizni mana shu qarindosh Qirg'iziston, o'zbek xalqlari bilan do'stligimizni yanada mustahkamlash, orda keldimizni yanada yaxshilash uchun xizmat qiladi deb ishonaman. Va butun mana shu So'q xalqi nomidan davlat rahbarlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va albatta yana kelajakda yana do'stligimizni mustahkamlab, bir-birimiz bilan bordi-keldi qilib, yaxshi kayfiyatda yashashga xalqimiz nomidan va'da beraman. Yashasin O'zbekiston va Qirg'iziston xalq do'stligi. Rahmat. Navbatdagi so'z Oqturpoq ayli hukumati boshchisi Orchinboy aka Turaniyevga. Marhamat. Rahmat. Do'stlar, birinchidan shu bizning mana tergavga Xayrullo Xaytbayevich, Ömürbek Isakovich hoş kelibsizlar. Mana bugungi kun shu tarixda qoladigan kun bo'lib, shu iki o'lkaning yetakchilari, mamlakat boshlarimizni kecha Toshkentdagi jolug'ishuning mana jemishtu bo'lib, o'shadan mana ish-charalar boshlanib, yo'limiz ochilib o'tiradi. Bugun shu Qadamjoy rayonining xalqi bilan bu yerda shu Fergana oblastining So'q rayonining mana chegaralarida ochib jatasizlar. O'shandukdan
men shu Aqtirpag'ayli hukumatining xalqining atidan, jeke o'zimning atimdan ushul bugungi ochilish ma'rakamizni, ochilish to'yimizni mana shu qulli bo'lsin So'x rayonining Farg'ona oblasining eli jana shu Qadamjoy rayonining chegara ochilish bayramingizlar bilan qutlaqlayman. Sizlarga mana ishingizlarda doim iyilik qalaymiz. Bizning mana shu iki o'lka ilgakdan ota bobamiz birgalikda qatnashib, to'ylarga borib, birga ishchalalarni o'tkazib, birga uloq chop, doim shunday ziyda turib, mana shunday o'tishini misol qilib o'tib, shu Narg'o'yiz, Quloyiz, shu to'ylarda bir xatmi Qur'on qilishau, qanday ishchalarda oqsoqollar bir-biriga borib kelib turgan. Endi vaqt bir top yillar, mana 10 yildan oshiq shu qatqov to'xtab qoldi de, mana bugun ushuni qaytadan ruxsat berib, prezidentlarimizga rahmat. Mana shu iki oblastning yetakchilariga rahmat. Shunchalik elga shart tuzib berib o'tasizlar. Xudo xolasa o'ta ko'p ishchalalar bo'ladi. Birgalikda shu burdagidan dag'in yaxshi qarim-qatnash, birgalikda bunday ishxonalar qurilib, o'ta yaxshi ishlar bo'ladi degan ishonchdamiz. Shuning uchun barchaingizlarga rahmat, sizlarga omad, ishingizlarga iyilik bo'lsin. Rahmat. Endi har bir to'yda qandaydir oxirida mehmonlarga bir narsalarni, sovg'alar, salomlar berish bir an'ana bo'lib qolgan azal-azaldan. Endi mana tayyorlagan shu nimamiz bor. Ruxsat bersalar, mana shu mehmonlarga viloyatimiz hokimi xayr aytib qo'yish topshirsalar. Siz taraf turaylik. İtalyapsizlar-ku? Rishton tumanidan Qulochilik Tabriklaymiz Hoshimboy aka. Yuzga kiring. Sizlarni ham tabriklaymiz. Hokim bor tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling.
Endi bir nimamiz bor, bir foto bersalaringiz. Albatta choyimiz ham tayyor. Bir choy bugun tantanasi, bugun natijasi. Eng asosiysi prezidentlarimiz uchrashuvda bizni erishgan uchrashuvimizni, bizni kelishgan demak kelishuvlarimiz natijasini xalqimiz tez kunlarda his qilish kerak degan so'zlarni bugun mana amaliy isboti bo'ldi. Rahmat. Demak bu ochib qo'ysin. Ochinglar. yo'lni ochdi. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين خيرات ودرجات طول يلدر الله Allahu Ekber. Hali Fatqobo'ni alhamdulillah robbil alamin yaratgan egam qilayotgan ihsonini ikkala xalqimizni tinchligi, osoyishtaligi, birodarligi, og'a innaligi yo'lida qabul qilgin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar.